Iloyim kelinga insof bersin. Nima deganing bu? Tushunmadimmi? Nimaga tushunmaysiz aka? Kechki ovqatda oyim qildilar. Shunga aytyapman. Qilgan bo'lsam, o'zimni bolalarimga qilganman. Nima, kelin qilsin deb yalpayib yotishim kerakmi? Ro'za og'iz bo'lsa, shuncha ish qilayotgan bo'lsa, rahmat sizga bolajonim, rahmat. Aka, qachongacha siz qilasiz? Bo'ldi-da, kelin-ku. Menga qara, qizim. Sen ham birovni xasmisan. Ertaga sen ham uzatib yuborsam, xuddi shunaqangi munosabatda bo'lsa, men kuyib ketaman bolam. U ham birovni bolasi. Akang begona emas-ku. Akangni xotini, opangni ko'rsang nima qilar ekan? Ha? Oyi, lekin Menga qara bolam. Agar hozir kirib, xotiningga bir og'iz gapiradigan bo'lsang, chindan ham xafa bo'laman sendan. Ro'za og'iz kuni bilan tinimi yo'q. Hali kirivadi, hali o'qiladi, hali bolalarga qaraydi. Yana nima ish qilsin, nima o'tirishim kerakmi pishirgin, oldimga olib kelib qo'ygin deb bolam. Insof ham kerak. xo'p. Keliningizni yonini olib o'tiravering bo'lmasam.